Assalomu alaykum aziz vatandoshlarim, qadrli yurtdoshlarim. Qanday sog' omonmisizlar? Sizlar bilan mana yana o'z video profillarim orqali ko'rishib turibmiz. Sizlarga 3-4 ta yozgan she'rlarimni o'qib eshittirmoqchiman. Eshitasizlar degan umiddaman. Bu she'rimning nomi Qaynonalar deb nomladim. Hozir sizlarga shuni o'qib bermoqchiman. Ne orzu umidlarda to'y qilursiz, bu turmushni mushligin ham siz ko'rgansiz. Kelinlikda siz ham xato qilgandirsiz. Kelinlarga zulm qilmang qaynonalar. Kelinlarga zulm qilmang qaynonalar. Shirin so'zlab bilib ular yo'lga soling. Yaxshi qizim debon kelin ko'nglin oling. Bu yoshlarni har namozda duo qiling. Sal narsaga asab buzmay yuzga kiring. Yaxshi gapdan ilon hamki indan chiqar. Yomon gapdan goh ba'zilar dindan chiqar. O'tkizvorsiz hatto pichoq qindan chiqar. Kelinlarga zulm qilmang qaynonalar. Bu ham axir bir onani boqqan qizi. Qizim desiz sizga bo'lar shirin so'zi. Mo'min Umurzoq 2025-yil 11-oy 17-chislida yozildi bu she'r. Endi sizlarga Ochko'z ona deb nomlangan bu she'rimni ham o'qib bermoqchiman. O'z o'g'lini Rossiyaga jo'natgan ona, mol dunyoga to'ymagan bemehr ona, o'z bolasin joniga hech kuymagan ona, Rossiyaga oyog'i ham tortmagan bola, kuyov bo'lib davron surmagan bola, o'z o'g'lini tug'ilganda ko'rmagan bola, Rossiyada o'lim seni kutib oldimu, yaqinlaring jasadingga kuyib qoldimu. Och ko'z onang ko'zi endi moshdek ochildi. Endi onang ko'z yoshlari duv sochildi. Endi vijdon azobida kuyursan ona, oxiratda jahannamda yonursan bemehr ona. Farzandingni orzulari olamcha edi. Endi onang ochko'zligi bolasin yedi. Endi sizlarga oxirat degan she'rimni ham o'qib bermoqchiman. O'lsam tanim yesin, mayli shilli qurt. Jonsiz tanam chaqsin, sonsiz chimoli. Ko'rmoq nasib etsin Robbim jamoli. Yonimda sen bo'lgin juftim halolim. O'lsam jonsiz tanam ne yesa yesin. Qilgan gunohlarim duv to'kilsin. Adashgan bandanga ne bo'lsa bo'lsin. Faqat farzandlarim sog' omon bo'lsin. Barcha olamlarni ko'rguvchi o'zing. Kimgadir mol dunyo berguvchi o'zing. Bajo bo'lajakdir sen aytgan so'zing. Kimgadir dard berib sinovchi o'zing. So'roq savolingni o'zing qil oson. Yolg'on bu dunyodan ketmay beimon. 25-yil 11-oy 22-childa yozildi bu she'r. Endi sizlarga Kambag'alning nolasi degan she'rimni ham o'qib bermoqchiman. Bugun mana qahraton qish fasli kirib keldi. Ishlar qoldi-ku chala. Qor tagida qolib ketdi. Cho'ntakda bir miri yo'q. Endi nima qilurmiz? Och qolmaslik uchun biz liboy ishni qilurmiz. Arzimagan pul uchun bizlar dastyor bo'lamiz. Tirikchilik o'tsin deb yuguramiz, yelamiz. Bu qorinni to'ygani, kambag'al boy bo'lgani, sen ishga yaramasang shudir odam o'lgani. Qishning sovuq kunida
Biz ishlashga majburmiz. Bir kun yaxshi pul topsak, go'yo bizlar mag'rurmiz. Durustgina pul topsak, qora qozon qaynagay. Yalqovlik qilsak agar, xotin darrov sayragay. Qish fasli ham tezdayin o'tib ketsa qaniydi. Agar puling ko'p bo'lsa, barcha seni taniydi. Mo'min Umurzoq 2025-yil 12-oy 1-cheslada yozildi bu she'r. Endi sizlar bilan xayrlashaman. Sog' va omon bo'linglar. Yana qayta video profillarim orqali ko'rishguncha xayr. Sog' salomat bo'linglar. Yana tanajoninglar sog' bo'lsin. Meni qo'llab-quvvatlaganlar murod maqsadlariga yetsin. Hamisha yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Omon bo'linglar.